Yangi avtorskiy remontdan chiqqan uyimizga chiqyapti. Yunusobod 11-kvartaldan 3 xona, 2-etaj, Novostorga Comfort House'dan shundoq Megaplanet metroga ham yaqin. Bu yog'ini video davomida ko'rasizlar. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yoqda stroy mebellarni qilib qo'yishibdi mana. Saunzerlar razdельный. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'zining mebellari anaqalarni qo'yib qo'yishibdi. Bu yog'imizda esa tualeti bo'ladi mana. To'rimizda oshxona qismi mana oshxonada ham kerakli mebel, texnika hamma narsani qo'yib qo'yishibdi. Yangi, hali hech kim yashamagan. Oynalari bor uyimizning. Hop. Bu yog'imizda deski xonamiz bo'lyapti. Bu yoqda ham kerakli mebel, texnika hamma narsalari bor. Bu yog'imizda spalni xonamiz bo'lyapti mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi. Hop, bu yog'imizda zal qismimiz bo'lyapti. Zallar ham katta, keng mana ko'rsanglar bo'ladi. Oynalari bor, o'zining balkonlari ham bor bu yoqda. Uyimizdan 74 kvadrat, narxini 125 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga asli o't berilgan joy bor. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ссылка orqali o'tsangiz bo'ladi. Ссылка profilimizda bor.